Doktor, turli xil ayol-qizlarda organizmda nimadir yetishmovchiligi bilan hayzi o'z vaqtida kelmaydi. Shunga biror bir tabiiy malham aytsangiz, debdilar. Хорошо, yozib oling. Svejiy ko'kat petrushkani mayda-mayda qilib to'g'rang. Bundan 5 osh qoshiqni bir idishga soling. Uni ustidan xuddi shu tariqa ukropni to'g'rab 2 osh qoshiqni soling. Ularni ustiga 1 osh qoshiq to'g'ralgan yalpizni soling. Svejiy yalpizni topolmasangiz, dorixonadan quritilganidan 1 choy qoshiq qo'shing. Endi bularning ustiga 1 litr toza suv qo'shib, hammasini bir marotaba aralashtirib qaynating. Qaynagan zahoti 1 choy qoshiq asalni aralashtiring. Endi bu tayyor bo'lgan malhamni kuniga 4 mahal to'q qoringa 250 ml dan ichasiz. Bunday malhamni tayyorlab, hayzingiz kelishiga 7 kun qolgan kunlar davomida qabul qilasiz. Bularning barchasi sizni hayzingizni normada o'z vaqtida keltirish uchun tarkibida vitamin va minerallarga boy bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Omon bo'ling, salomat bo'ling.